Lepidium maka o'simligi judayam noyob o'simlik hisoblanadi. U tarixda hindular tomonidan energiya ichimlik sifatida iste'mol qilingan. Ro'zg'orda esa xuddi kartoshkadek iste'mol qilib kelishgan. Shakar bilan aralashtirib qo'yib, bir necha hafta qorong'i joyda saqlab, chichi de maka deb nomlangan spirtli ichimlik tayyorlashgan. Ko'p asrlar davomida Ant xalqi tomonidan maka ildizi energiya sifatida ishlatishgan. Janglardan oldin erkaklar kuch va chidamlilikni oshirish maqsadida iste'mol qilishgan. U shifobaxsh o't deb ham atalgan. Ilmiy dunyo bu ajoyib o'simlik haqida 1831-yilda bilib oladi. Nemis botaniki Frans Yuli Ferdinand tomonidan kashf qilingan. 1981-yilda olimlar tomonidan o'simlikni kimyoviy tahlili o'rganib chiqiladi. Uning tarkibidagi efir moylari o'ta yuqori bo'lganligi sababli inson organizmidagi jinsiy gormonlarni ishlab chiqarish uchun javobgarligi aniqlanadi. Uning tarkibida 17 ta aminokislotalar, juda katta miqdorda vitaminlar, minerallar bor. Turli yoshdagi erkaklar o'rtasida o'tkazilgan klinik tadqiqotlar maka ekstrakti sperma sifatini oshirishi isbotlangan. Chunki bepushtlikning asosiy sababchisi bu gormonlar muvozanatining buzilishi bilan bog'liqdir. Lepidium maka mushak massasini mustahkamlaydi. Ayniqsa sportchilar mashg'ulotlardan oldin iste'mol qilinsa, chidamlilikni oshirib beradi. Immunitet tizimini mustahkamlaydi, organizmda qon aylanishini yaxshilaydi, aqliy zaiflikda xotirani tiklaydi, charchoq, holsizlik, stress paytida energiya beradi. Saraton xavfini kamaytiradi, organizmdagi hujayralarni yangilab, teri holatini yaxshilaydi, erkaklardagi soch to'kilishida va tepakallikni oldini oladi. Ersakning lepidium maka badi erkaklardagi sperma sifatini yaxshilaydi va sperma tezligini ta'minlaydi. Jinsiy quvvat, faollik va chidamlilikni yaxshilaydi. Bepushtlikda davo. Bundan tashqari erkak va ayollardagi siydik yo'llarini davolab beradi. Ayollardagi klimaks davrida hayz siklini normallashtirib beradi.